ta'minoti aksiyadorlik jamiyati shahar suv tarmoqlari boshqarmasi kimyo bakteriologiya markaziy laboratoriyasi inshootda ishlab chiqarilgan ichimlik suv shaharga uzatilgan ichimlik suvini ikkilamchi tekshiruvdan o'tkazadi. Inshootda ishlab chiqarilgan suv inshoot laboratoriyalarida tekshiriladi. Shaharga uzatilgan suv qaytadan ikkinchi tekshiruv o'tkaziladi. Toshkent shahar tumanlarida 300 ga yaqin nazorat nuqtalari mavjud. Har kuni xodimlarimiz 15 ta 16 ta belgilangan nazorat nuqtalaridan ichimlik suv namunalarini olib kelishadi va 12 ta ko'rsatkich bo'yicha kimyoviy bakteriologik tahlil natijalarini olib borishadi. Ba'zi bir tahlil natijalarimiz nazorat nuqtasini o'zida amalga oshiriladi. Masalan, suvdagi xlor qoldig'i, suvning harorati, rangdorligi o'sha nazorat nuqtasini o'zida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda jamiyatimiz tasarrufidagi laboratoriyalarimiz yangi bosqichga ko'tarildi. Yevropa taraqqiyot tiklanish banki bilan hamkorlikda loyiha amalga oshirildi. Bu dastur loyihasida yangi xalqaro standartlarga javob beradigan uskunalar bilan laboratoriyalarimiz ta'minlandi. Ushbu texnikalarimizning afzalligi, suv sifati nazorati samaradorligini yanada oshiradi. Jamiyatimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan ichimlik suv O'zbekiston milliy standart 133/2024 talablariga to'liq javob beradi. Iste'molchilarimizga yetkazib berilayotgan ichimlik suvi malakali xodimlarimiz tomonidan uzun 24 soat davomida nazoratga olingan.